Rohiba ayolning hojatxonaga kirishi juda zarur bo'lib qoldi va ilojsizlikdan o'sha ko'chadagi bir barga kirishga majbur bo'ldi. U yerga kirganda juda to'polon va musiqalar jaranglayotgan edi. Uni ko'rib hamma jim bo'lib qoldi. U barmen yoniga borib, hojatxonadan foydalansam bo'ladimi? Albatta, bemalol. Faqat sizni ogohlantirib qo'yay. Ichkarida yalang'och erkakning haykali bor. Uyat joylari barg bilan yopib qo'yilgan. Rohiba, rahmat. Men teskari qarab kirib chiqa qolaman, dedi va kirib ketdi. Biroz vaqtdan so'ng u qaytib chiqdi. Uni hamma qarsaklar bilan kutib oldi. U tushunmasdan barmen yoniga borib, "Bular men shunchaki hojatxonaga kirib chiqqanim uchun qarsak cholishyaptimi?" U kulib, "Yo'q, sizlar ham biz kabi oddiy odamsiz. Ichasizmi?" dedi. "Yo'q, rahmat, ichmayman. Lekin baribir tushunmadim. Nega bular bunday qilishyapti?" dedi. U shunday dedi. Kimki hojatxonaga kirsa va haykaldagi bargni ko'tarsa, bardagi chiroq o'chadi. Ular chiroq yonishini ancha kutishdi. Oramizda shunday insonlar bor. O'zlarini taqvodor ko'rsatadilar. Lekin qalblari unday bo'lmasa, har qanday ko'rinmasin va har qanday o'zini tutmasin, bir kun kelib ko'pchilikning yonida sharmanda bo'lishlari aniq. Sog' bo'lasizlar.